Barchamiz tush falaji haqida eshitganmiz. Ular har xil bo'ladi, soyalardan dahshatli maxluqlargacha. Ammo bu voqea meni tush falajiga ishonishimga majbur qildi. Men dahshatli bir hodisaga duch keldim. Men yon taraflama yotaman. Menga qulay bo'lgan bir holat yo'q. Lekin aytishlaricha, mana shunday holatda dahshatli voqealar ko'p bo'lar ekan. Menimcha bu rost bo'lib chiqdi. Bu dahshat men bilan yaqinda sodir bo'ldi. Men og'ir ishdan keyin charchab kvartiramda uxlayotgan edim. Xonani birgina iliq nur taratib turgan lampa yoritib turar edi. Men doimgidek eshikni qulfladim. Eshik ochiq holda uxlash menga noqulay edi. Kechasi xonamga kirgan shamol meni uyg'otib yubordi. Men o'rnimdan turib oynani yopmoqchi edim, lekin negadir o'rnimdan tura olmasdim. Tanam o'zimga bo'ysunmayotgan edi. Men hatto kichik bir harakatni ham qila olmayotgan edim. Lekin shunda bir narsani o'ylab qoldim. Shamol qanday qilib yopiq turgan xonaga kirdi? Men bu narsalarni o'ylamaslikka harakat qilayotgan edim. Men yon taraflama yotganim uchun ko'zlarim eshikka tushdi. Ammo qanday qilib eshik ochilgan bo'lishi mumkin? Men bundan shunchalar dahshatga tushdimki, buni tasavvur ham qila olmaysiz. Ammo meni dahshatga solgan bu emas edi. Eshik oldida qandaydir bir ayol turar edi. Uning ustida qandaydir g'alati mato bor edi. Barmoqlari esa odatdagidan anchagina uzunroq. Uning bo'yi ham anchagina uzun edi. U jimgina qarab turar. Men esa dahshatdan qanchalik harakat qilishga urinmay qo'limdan hech narsa kelmayotgan edi. Men arang og'zimni ochardim, ammo ovozim ham chiqmayotgan edi. Men ko'zlarimni qanchalar boshqa tarafga olishga harakat qilmay, buni foydasi yo'q edi. Men undan ko'zlarimni olib qochishga harakat qilar ekanman, u men tomonga yaqinlasha boshladi. Shunda men dahshatga tushdim. Uning rangi boshqacha, hatto tanasi ham juda dahshatli tarzda edi. Uning dahshatli ko'zlari, kuchli burni va o'tkir tishlari meni dahshatga solar edi. U menga dahshatli nigoh bilan qarab turar edi, xuddi meni qarg'ayotgandek. Uning to'zg'igan sochlari yelkasiga tushib turar edi va asta-sekin men tomon yaqinlasha boshladi. Ammo men hech narsa qila olmayapman. Hatto bir harakat ham qila olmas edim. U men tarafga keldi va krevatning yonidan o'tib ketdi. Endi men uni ko'rmayapman, ammo baribir hali ham juda ham dahshatda edim. Ko'zlarimdan asta yosh tomib yostiqni ho'l qilayotgan edi. Ammo men hali ham qimirlay olmayapman. Qanchadir vaqtdan so'ng men sekin harakatlanishni boshladim. Men yana bir bor harakat qilishni boshlaganimda mening yuzimga jirkanch va juda sovuq bo'lgan qo'l tegdi. Ayol xuddi dahshatli ovozlari bilan bog'richa baqirayotgandek eshitilardi menga. Men sakrab o'rnimdan turib ketdim, ammo qarshimda hech kim yo'q edi. Men asta nam yostiqqa va ochiq turgan eshikka termulardim.